Hamda bolani videosini bitta ko'ring. Shunaqa ham video Soat tayyorlaydi. ham mazasi yo'q. Bugun bilet topib ertaga uyga ketib boraman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ha, uka, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Kecha jo'ralarim keldi. Akang chetda bo'lib, oddiy telefon ishlatasanmi deyapti. Bitta yaxshiroq telefon jo'rating aka. Bugun quyib boraman, ukajon. Rahmat akajon. Mana tog'amga beryapman. Jiyan yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ishlaring joyidami? Shu desang, bir davlen ham bor edi, bir ozroq puldan qarashib tursak. Yaqinda pensiya olaman, o'sha pensiyadan qaytaraman jiyan. Bo'ldi, tog'a, bugun pulni yuboraman. Rahmat jiyan. Mana jiyanchang ham ataganing bordir. Tog'a menga ham bitta velik jo'nating. Bo'ldi, Muhammad Alijon, senga ham bitta velosiped yes. Ha, jiyan mana bir qayning kelib qolganini, qayning bilan ham bir gaplashchi. Assalomu alaykum pocha, charchamayapsizmi ishlar bilan? Ha, bizga ham bir iPhone 17 dan bo'lsin. Bo'ldi, qaynijon, telefon bo'lsa telefonda. Xayr aka, yaxshi. Mayli jiyan charchama. Pocha, charchamang. Xotin uyga pul jo'natib yubordim, borib olinglar. Rahmat, o'zingiz qachon kelasiz? Ha, menmi? Borib nima qildim, bu yerda mazza qilib yuribman. Nima? Siz bizni yaxshi ko'rmaysiz. Musofir dardini bekitadi, ichiga yutadi uning shog'ir.